Bir kun menga savol berishdi. Agar dedi pulingiz bo'lmasa yoningizda kim qoladi dedi. Men aytdimki, dunyo qarashimizda farq bor-da. Men aytdim, hozir men sen bilan o'tirib 1 soat har bitta yaqinimdagi odamlarda pulim qolmasa kim qolar ekan, nima bo'lar ekan deb o'tgancha pul ishlashni yo'lini qilayu qolgan hamma yonimda turaversin dedi. Eng zo'ri hali qachondir nimadir bo'lsa nima bo'lar ekan degancha o'zimni omadsizliklarni joyiga qo'yib odamlarni sinaguncha omadli bo'lay, shularga sinovga hojat qolmasin.